Sarvin savxoz hududida mana shunaqangi chiroyli uy topib qo'ydim. Qaranglar, 6,5 sotixdan iborat shunday Shahmordonda havosi kelib turadigan. Mana shu kunlarda bilsangiz faqat Sarvin savxozdan uy qo'yapmiz. Ushbu uyimiz ham chiroyli to'rt burchak holatdagi uyimiz. Qarang, to'rt burchak holatdagi uyimiz. Burchak, ya'ni ikkita uy qilsangiz ham bo'ladi. Sharoitdan kelib chiqib turib, kichkina mana bu yerdan o'rtasidan bo'lib turib, qilishingiz mumkin. Mana bunaqangi archalari bor, qarang, archasi. Mana bu yerda chiroyli bitta uycha, eski o'sha uylarimiz ham bor, lekin o'ta ham chiroyli pokiza uy qilib qo'yishibdi. Bitta ko'rib chiqamiz, narxini oxirida aytib o'taman. Oynalari Akfa gazimiz bor, Akfa plastik qilingan, eshiklarimiz to'ylangan. Kirganimizda shunday gazxona, oshxona kutib oladi. Mana bunaqangi chiroyli bir pastansni ko'ryapsizlar. Gazxonamiz bor. Bundan keyin kirganimizda atapleniylar bor, issiqqina. Mana kichkina xonachalar. Endi yashab turamiz uy, lekin o'ta ham pokiza, chiroyli holatdagi uyimiz ekan. Bu yerda vanna xonamiz bor, ya'ni sanuzilimiz bor. Mana bunaqangi chiroyli aristonlar qo'yib, hammomlarni chiroyli qilib qo'yilgan. Kichkina mana bu yerda mana kirganimizda atapleniylarimiz bor. Akfa plastik qilingan kichkina xonalarimiz, juda ham kichkina, kompaktli. Mana bu yerda bitta spalniyimiz bor ekan. Spalniyimiz mana ko'rib turganingizdek kichkinagina, ixchamgina spalniyimiz bor. Eshiklarimiz mana MDF eshiklar qilingan ekan. Abuylar qilingan, tepalar gips karbon chiroyli holatda. Mana bunimiz chiroyli xonachamiz. Xonachani ko'ryapsizlar. O'tirib televizor ko'radigan joyimiz. Atapleniylarimiz bor, Akfa plastik qilingan. Endi mana bu yerda kichkina bitta spalnichamiz bor, mana MDF qo'lingan. Mana kichkina spalniyamiz bor. Ko'rib turganingizdek, bu yerda oyna bor. Demak, uyimiz gollandskiy pechka qilingan. Hozir shu turishda ham yomg'ir yog'yapti, lekin uyimiz juda ham bir chiroyli holatda, issiqqina. Uyimizni uy egalari tomonidan 75 ming so'ralyapti, kam bor deyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar, batafsil ma'lumot berib o'taman.